Fransiya. Aha. Oy 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 oy. Voy Matuidichda bepulga yopti vayaman. Ya bunday omadliman, yopti. Birinchi tushirganga tushirdim. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana Lochin Gaming yangigina videomni ko'rib turganimdan juda xursandman. Bugun Jimbo ukamizni overini 92 dan 102 ga xudo xolisa kuchaytirib beramiz. Aziz do'stlar, bunda ozgina ayrim narsalarimiz bor. Extra time, tudemlarni olib bemalol kuchaytirib beramiz. Aziz do'stlar, videomizni boshlashdan oldin bitta narsani aytib o'tmoqchimiz. Telegram kanalimizda konkurs davom etyapti. Konkurs ertandan xudo xolisa tugatamiz deb turibmiz. Jamshid akamiz. Konkursimizda bilasizlar, konkursimizda birinchi o'rin olganga 1000 FC point, ikkinchi o'rin olganga 500 FC point, 3-chi, 4-chi, 5-chi o'rinda olgan odamlarga 400 FC pointdan beramiz. 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi o'rinlarga esa 280 FC pointdan tarqatamiz. Aziz do'stlar, shuning uchun o'tib bemalol anol bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Nima? Konkursga qatnashib qo'yinglar. Hozir esa videomizni keng tarqalishi uchun videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kommentariylarda xato kamchiliklarimizni yozsangiz, biz xato kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilamiz. Videoga yaqin kelib olib, bemalol sizlar ham meni ham o'tirib olib, Open Pack'ni boshlaymiz aziz do'stlar. Tak, do'stlar, короче, 28000 almost bor edi. Jamshid 22000 dan bitta oching, 6000 dan 25000, 3000 dan ikkita oching degan edi. Bu pulni almost ishlatib qo'ydik. Hozir joyiga qo'yib, baribir ochishga harakat qilamiz. Bitta 3000lik, bitta 25000 ochishdan oldin bu yerga kirib, bu yerga kiramiz. Hozir bitta mana bunda qo'chamiz, qani. 10000likdan ochamiz birinchi. Tak, birinchi Open Pack'ni boshlashdan oldin videomizga like bosinglar, ketdik короче. Ha, qaysi o'yinchi tushishini yozasizlar. Qani qaysi o'yinchi tushdi yozinglar. Hozir kommentariyaga birdan yozinglar. Fransiya. Aha. Oy 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 oy. Voy Matuidichda bepulga yopti vayaman. Ya bunday omadliman, yopti. Birinchi tushirganga tushirdim. Jamshid 28000 FC point gamesga kuymasang ham bo'ladi. Короче, uka bitta tushirdik. Birinchisidan hozir endi mana bu yerdan 5000 da olamiz, bolalar. 5000 da olib Open Pack'ni boshlaymiz. Qanchalar omadliman-da. Mana shu 5000 da olish uchun tashladim-da, bu 250 talik bor, o'shani tashlagan edim-da. Bu 5000 dan oldik. Games'da 30000 qo'yib oldik. Endi tak, ikkita 3000lik ochamiz hozir, ikkita 3000lik. Keyin bitta 22000lik ochamiz. Shuning uchun do'stlar, videodan uzoqlashmanglar. Do'stlar, yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Aytgancha, Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lgan bo'lsalaring, konkursga qatnashgan bo'lsalaring, kimga donat servis kerak bo'lsa, FC Point, X Star Pass, Games'da kerak bo'lsa, menga yozasizlar, o'zim sizlarga chiroyli qilib donat qilib beraman. Ketdi bolalar. Mana shu haromi FC mana shu bo'lib qolishi umuman yoqmaydi. Tak, o'yinga bosib yuborib, ketdi bolalar. Hozir 3000likdan ikkita ochamiz, bitta 22,5 dan ochamiz. Bo'la qoladi endi. Hozir o'zi 100 dan ham oshirib yuboramiz, chunki 107, 108 qo'yamiz. Chunki hozir 3 ta o'yinchi keladi. Matuidi keldi, yana 3 ta, 4 ta o'yinchi keladi. Yaxshi o'yinchilar keladi. 3000likdan bitta ochib olaylik, 109, 115likdan. Qani bolalar, bismillahirrohmanirrohim deb boshladik. Mana shu yerda kommentariyalarni porlatamiz. Necha o'yinchi shuni yozing aziz do'stlar. 109 o'yinchi chiqdi. Mayli. Yana bitta 3000likdan ochishimiz kerak, lekin nechiligi bor? 3000likda qanchaligi bor? Yo'q. 7,5 bo'lganda, 7,5 yetmasa ekan, 5000lik ham yetmasa ekan, 3000lik bitta mana bunda qochaylik. Bunda ham zo'r o'yinchilar tushadi. Bitta shuna qochaylik UEFA Chempionlar Ligasidan. Qani davay. Necha o'yin tushadi? Yozinglar kommentariyada. Qani 1, 2, 3 ketdik. UEFA Premier bo'la qol endi. Voy!
Tushdimi deyman-da. Bo'l endi. Meni aybim yo'q, FIFAda. Wi-Fi'da o'ynayapman, meni aybim yo'q. 109. Yomon emas. Endi kulminatsion davriga keldik do'stlar. Videodan uzoqlashmanglar. 22.000 so'mligini olamiz. Tak. 110, 115 bitta, 115. Maaşların tushishi mumkin deyapti, короче. Yo, bu pidaras tushadimi yo garanti bermayaptimi? Garanti beryapti shekilli, ochish kerak buni. Qani 1 2 3 baxt tavakkal. Bolalar davay. Like bilan qo'llab-quvvatlanglar, kommentariyalarda xato kamchiliklarimizni yozinglar, xato kamchiliklarimizni to'g'rilashga harakat qilamiz aziz do'stlar. Keyin ham bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Hozir necha o'yin tushishini aytib o'tinglar. Keyin kommentariyada ko'rib yozmanglar. 22.000 ga olganga yarasha bu yerga hozir Portugaliya, Cristiano Ronaldo. Felix mi? Felix mi dedim? Felix ekan. Ha, mayli. Felix ajoyib open pack bo'ldi aziz do'stlar, ajoyib. Ajoyib open pack bo'ldi. Bu yerga tegmaymiz. Open pack dahshat bo'ldi hozir. Hozir shuna kiramiz, har doimgidek profilni kuchaytirib, cho'tka qilib chiqib ketamiz. Eng qizig'i video zapis bo'lyaptimi deb bunday qarasam, video zapis bo'lmayotgan bo'lsa pizdes bo'lardi. Top toza profil ko'ryapsizlar, hammasini full qilamiz короче hozir. Necha men qaramayapman. 107 pizdes degani bu. Hozir yana kuchayadi bu. 109 bo'ladi. 108. Hozir yana pak qilamiz. Balar hozir yana pak qilamiz. Ketmanglar. 108, 110 o'yinchilar zaminda turib qolgan. E'tibor qilasizlarmi? Hozir yana open pack qilamiz. Ketmanglar do'stlar. Yana open pack qilamiz. Bunga kiramiz. Mana bunga kiramiz. Tak. Bu. Ya buni o'ynolmaydigan profilga bunga bunday qilgandan foyda yo'q. Extra time o'tkazish kerak. Chunki bu o'ynamaydi baribir bular. Extra time o'tkazib ko'proq olishimiz kerak. Extra time 10.000 qilamiz. Davay bolalar. 10.000 extra time open pack qilamiz. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 7.000lik extra time bor ekan. Mana qoldiraylik. Felix bittasini 6.000 bo'lsa mayli. Jamshid bu profilni o'ynamaydi shekilli. Shuning uchun profilini 92 endi 107 qildik, 92 dan ko'tardik, 107 ga chiqardik. Profilda hozir extra time'dan bitta kuchli o'yinchilar olib, yana nima deydi? Akkauntini kuchaytirishga harakat qilamiz hozir. Extra time'da olamiz. Hozir ham zo'r bo'ldi-da. 115 taga baland qo'ydik akkauntini. 15 taga baland qo'ydik. Kirmaydi endi extra time. Extra time hozir 5000 ga ochamiz. Bitta tuzuk o'yinchi tushsa tushdi, tushmasa ketamiz. Videoni yakunlaymiz. Video 9000 lik bo'lsa ham chotki bo'lyapti hozir. $6000 bo'lsa, 6000 pulimiz bo'lsa, bitta 1000 so'mlik ochamiz, bitta 5000 ga ochamiz. Bitta 1000 so'm, bitta 5000. Tushmadi. O'zini pulini oqladi. 5000 lik qayerda endi?
Do'stlar, qani ketdik. Bo'la qol endi. Bola, короче, mana Jamshidning profilini 107, 108 ga chiqaribmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Xuyoviy sostavdan 108 gacha chiqarib oldik. Mana bundayroq qilsam ko'rinsa kerak. Короче, 4-3-3. 3-4-3 qilsak undan ham yaxshi akkaunt bo'lib qoladi deb o'ylayman. Lekin hozircha yomon emas. O'yinchilarni kuchaytirishimiz kerak, lekin kuchaymaydi-da. Mana, например, mana uni yo'q, yetmas ekan. 250 ta bo'lish kerak-da. 250 ta bo'lsa yetadi. Ya, mana unga yetadi. 140 ta ham ekan. 113 Matuidi. Mana aka kuchaytirdik. Endi yetmaydi. Matuidi 113 qildik. Zo'r tushdi ballar. Zo'r tushdi Matuidi. Tak, endi mana uni kirizamiz. Jinnerson trening qilamiz. 30 qilib qo'yamiz bolakay. Chunki bizda hozir o'yinchilar ko'p. Hozir 22 minglardan ochib tashladik, zo'r-zo'rlarni ochib tashladik. Anaqa yetim o'yinchilar ko'pdi bizda. Hozir buni 26, 27, 28, 29, 30, 31 qilib tashlashimiz mumkin. Bo'ldi. Qolganini tokenlarga almashtiramiz, ekstra timelarga. 27 qildik, bo'ladi. Bo'ldi, bola, короче, 192 dan 108 gacha ko'tardik. Do'stlar, kimga mana shunaqa akkauntlar kuchaytirish kerak bo'lsa, olmoslaringizni yig'ib bizga chiqsangiz, bizlar o'zimiz open pay qilib akkaunt kuchaytirishga harakat qilamiz aziz do'stlar. Keyin bolalar agar akkauntlarga F-point yoki extra time kerak bo'lsa, menga Telegram kanalimga yozasizlar. Telegram kanalimda video opsiyasida tashlab ketaman. Aziz do'stlar, keyin yana nimani aytmoqchi edim? Mana konkursensimizga qatnashib, bemalol 1000 F-point, 500 F-point, 400 F-point, 280 F-pointlardan berilyapti. Ya'ni birinchi o'ringa Jinnerson mana qaranglar, ana ekranda nima qo'ygan. Bunday qilib qo'yaylik. 1000 F-point 1000 F-point anonga nima? Birinchi o'ringa 1000 F-point birinchi o'ringa, ikkinchi o'ringa 500 F-point, 3-chi, 4-chi, 5-chi o'rinlarga 400 F-pointdan 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi o'rinlarga 280 F-pointdan berilyapti. Kirib bemalol konkurensiyaga qatnashib oling aziz do'stlar. Bizlardan uzoqlashmanglar. Xudo xolsa hammamiz birgalikda O'zbekistonda FIFAni kuchaytiramiz. Hammaga rahmat. Oldindan F-point kerak bo'lsa Telegramda yozasizlar. Okay, understand.